Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga murojaat bilan chiqyapman. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida yashovchi Zuhra Tursunova opamiz bizdan ehson yig'ib berishimizni iltimos qilganda, ko'rib turganingizdek, uylarning ahvoli juda yomon. Devorlari nurab, taxtalari chirib qolgan, deraza va eshiklari yaroqsiz ahvolga kelgan. Derazalarda oynalari ham yo'q ekan. Bu opamizning 5 nafar farzandi bor. Bir nafarini nogironligi ham bor ekan, hozirda boquvchisi yo'q. Opamizni o'zi yaqinda Rossiyadan jarohat olib O'zbekistonga kelgan ekan. Do'stlar, kimda imkoniyat bo'lsa, qo'limizdan kelgancha shu opamizga yordam qilaylik. Muzrabot tumanidan tadbirkor akalarimiz bo'lsa, qurilish materiallari yoki deraza eshiklariga, hech bo'lmasa oynasiga yordam qilsa ham yaxshi bo'lardi. Zero ehsonni mukofoti faqat ehsondir. Pastda qizlarning karta raqami qoldirilgan, Umida Ergasheva deb chiqadi. Agar kim bu videoga ishonmasa, tepada manzillarni ham qoldirdim. O'zingiz borib bemalol ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Ehson qilish qo'lingizdan kelmasa, videoni ko'proq odamlarga yetib borish uchun like bosib tarqatib qo'ying.